Assalomu alaykum, hurmatli onajonlar. Bugun har bir ona bosib o'tadigan bosqich haqida gaplashamiz. Bu tishlar chiqishi mavzusi. Demak, tish chiqishi o'rtacha 6-6,5 oylikdan boshlanadi va sut tishlari soni 20 ta bo'lib, 3 yoshgacha barcha tishlar chiqib bo'lishi kerak bo'ladi. Odatda smes emadigan bolalarda tishlar vohliroq chiqishi kuzatiladi va chala tug'ilgan bolalarimizda kechroq chiqishi kuzatilishi mumkin. Ammo boshida ikkita chiqadigan tish bu o'rtacha hisobda 6-10 oy ichida chiqadi deb qabul qilingan. Endi tish chiqishida 3 ta oltin qoidaga amal qilamiz. Ya'ni bu holatlarda hech qanaqa davolash kerak emas bo'lgan holatlar. Birinchisi bu tish chiqishini 6 oy vohli yoki kech bo'lishi. 6 oy vohli deganda ba'zi bolalarimiz tishi bilan tug'ilishi mumkin. Shunaqa holatlar ham kuzatilgan va 1 yoshga borib ikkita pastga tishi chiqishi mumkinligi. Ikkinchi qoida bu tishlarini ketma-ket, demak, o'rtacha qabul qilingan normadan cheklanishi. Ya'niki etiklik bolalarda o'zi odatda ikkita pastga tish chiqish kerak bo'lgan bo'lsa, etiklik bolamizda tepadan ikkita tishi chiqib, ketma-ketligi o'zgarishi, bunda ham hech qanaqa davo chorasi kerak emas. Uchinchi holat bu hech qanaqa usul, hech qaysi shifokor, hech qanaqa dorilar tish chiqishini tezlashtirib bermaydi. Ushbu 3 ta holatda vahima qilmaymiz, xotirjam bo'lamiz. Demak, lekin ayrim holatlarda qabulga kelgan onalarda va bolalarda men ko'p kuzatganman. Bolaga qo'shimcha ovqatni vaqtida kiritishmaganda ham bolaga ozuqaviy moddalar kirmasligi hisobiga ozgina tish chiqishi kechikishi mumkin. Bolaga hamma narsa joy-joyida ketishi uchun o'z vaqtida qo'shimcha ovqatlarni demak, o'rganib chiqqan holda sekin-sekin bosqichma-bosqich bolani oshqozon ichak sistemasini tayyorlagan holda kirgizishingizni tavsiya beraman. Bolani srazu qozon ovqatligi, yog'li ovqatligi o'tkazmaymiz. Demak, sekin-sekin bosqichma-bosqich kiritib boriladi ozuqaviy moddalar. Keyingi masala bu bolada tishi chiqayotganda ko'pincha isitma ko'tarilishi. Oxirgi ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, tish chiqishi va isitmani bog'liqligi yo'q degan to'xtamga kelindi. Ya'niki agar tish chiqayotganda bolada isitma ko'tarilsa, bu ko'pincha immunitetni onadan bolaga o'tishi bu 6 oygacha saqlanib qolar ekan va ushbu zaxira o'sha tish chiqish muddatiga yetib kelishi sababli, ya'ni to'g'ri kelishi, immunitet zaxirasi tugayapti va tish chiqish etapi boshlanayotgan ikkita moment bitta paytga to'g'ri kelganligi hisobda bolada tish chiqishi boshlanar ekan va isitma ko'tarilishi kuzatilar ekan. Endi bu immunitet zaxirasi tugayotganda bola adasi ishga borib kelgan bo'lishi mumkin. Boshqa oila a'zolar ko'chaga chiqib kelganda qanaqadir mikroorganizmlar yoki viruslar yoki bakteriyalar kelib qolganda bolada sekin immunitet shakllanib kasal bo'lishni boshlaydi. Va bolada tishi chiqayotganda odatda injiqlik kuzatilishi mumkin, uyqusi buzilishi kuzatilishi mumkin. Hozirgi kunda so'lak oqishini ham tish bilan bog'lashmayapti. Bu so'lak bezlarining ish faoliyati bilan bog'lanishi ta'kidlanmoqda va ko'pincha e'tibor qilinglar onajonlar, agar bolani tishi chiqayotgan bo'lsa va so'lak oqishi kuchaygan bo'lsa, o'sha holatda bolani axlatida shilliq ko'rishingiz mumkin va ushbu holat ham davo muolajasini talab qilmaydi. Demak, bolani so'lak oqishi kuchayyapti, axlatida bitta-ikkita shilliq ko'rib olsa, vahima qilmaymiz. Bolaga tishi chiqayotganda ota-ona qanaqa yordam berishi mumkin? Birinchi o'rinda ota-ona tinchlanib olish kerak va bo'lgan-bo'lmagan narsaga xavotirga tushmasligini tavsiya qilaman. Sababi bu kasallik emas. Tish chiqishi bu kasallik emas, bu holat. Bu fiziologik jarayon. Hamma bola shu bosqichdan o'tadi va har bir ona farzandining qachon tishi chiqqanini eslashadi. Keyingisi bu tishlar chiqayotganda ota-ona nima qilishi mumkin? Прорезыватель deyiladi, ya'niki ular silikon bo'ladi, ichida suvi, suyuqligi bo'ladi. Ana o'shani xolodilnikka qo'yasiz, muzlatgichga qo'yasiz va u sovuq bo'lganda bolaga berasiz. U o'sha sovuq hisobiga hamda haligi silikonni bola milklarini massaj qilib tishlaganida tish chiqishiga siz shu orqali yordam berishingiz mumkin. Keyingisi bu bolani ko'pincha tishi chiqayotganda isitma bor degan taqdirda ham ko'pincha biz isitma tushiruvchi dorilar beramiz, lekin bunda eslab qoling, isitma tushiruvchi dorilarni xususiyati bu og'riq qoldiruvchi xususiyati ham borligi sababli agar bola bezovta bo'layotgan bo'lsa
sizlarni o'y-xayolingiz bo'yicha bolada qanaqadir og'riqli jarayonlar kechayotgan bo'lsa, isitma tushiruvchi dorilarni, ya'ni bu parasetamol, ibuprofenlarni iloji boricha svecha shaklida berishingizni tavsiya qilaman. Sababi svechani tarkibida har xil shakarli moddalar, rangli bo'yoq moddalar bo'lmaganligi sababli hattoki allergiyasi bor farzandlarimizga ham parasetamol yoki tsifikon svechalarini yoshiga qarab berishingiz mumkin. Buni albatta sizga shifokor tavsiya qiladi, bolani holatidan kelib chiqqan holda. Endi ota-onalar tishi chiqayotganda nima qilishi mumkin emas? Birinchisi bu lidokain saqlovchi gellarni qo'llash mumkin emas. Qaysi gelli lidokain saqlovchi hisoblanadi? Bu Colgel, Camislat hamda Dentinox. Ushbu gellarning tarkibida lidokaini borligi sababli qaranglar, bunda gelli o'ziga pretenziya yo'q. Bunda uni tarkibidagi lidokain masalan chet elda 6 yoshgacha mumkin emas, qo'llash mumkin emas, sababi u nojo'ya ta'sirga chaqirishi mumkin. Shu sababli ushbu lidokain saqlovchi gellarni qo'llashingizni tavsiya bermayman. Ana endi so'rashingiz mumkin. Yana nima qilish mumkin emas ota-ona? Agar bolani уже 2 dona bo'lsa ham tishi bo'lsa, sabzi, olma, qattiq, sushka pechenyelarni berish mumkin emas. Agar bolani tishi yo'q bo'lsa, siz sabzi olmani ham po'kaga emas, qattig'ini berishingiz mumkin. Tishi yo'q bo'lsa, 2 dona tishi bo'lsa ham bola ushbu meva sabzavotlarni tishlab olishi va ushbu tishlagan bo'lagi bilan nafas yo'llariga ketib qolib, bola ko'karib ketishi mumkin va siz bu holatda ko'pincha tez yordam ko'rsata olmasligingiz mumkinligi sababli ushbu qattiq bo'laklarni tishi bor bolalarga bermaymiz. Demak, qaysi holatlarda shifokorga murojaat qilish zarur? Agar bolani isitmasi baland bo'ladigan bo'lsa, bu ko'pincha holatlarda 37-9 dan baland isitma bo'ladigan bo'lsa. Ikkinchisi bu tish chiqish, umuman tishlari yo'q bo'lsa. Keyingisi bu tishlar qiyshiq chiqayotgan bo'lsa, ushbu holatlarda shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Va keyingisi qachondan boshlab tishlarni yuvish kerak? Stomatologlar ilk tish chiqishi bilan ota-ona bolani tishlarini yuvish kerak deb hisoblaydi, lekin men ham ona bo'lganman, men 3 farzandning onasiman. Buni qilishi imkoni yo'q ko'pincha holatlarda. Meni fikrimcha, meni xulosam, bolani 2 yoshdan boshlab bolaga bu zavq bag'ishlasa, qanaqadir qarshilikni ko'rsatmagan holatlarda sekin bolaga tish yuvish haqida multfilmlar qo'yib berib yoki tish tozalayotganingizda oldingizda turganida o'zingiz namuna bo'lib turib, sekin-sekin 2 yoshdan boshlab tishni tozalasa bo'ladi. Va 2 yoshgacha kutib o'tirmaymiz. Bunda siz og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'niki bola 24 soat to'xtovsiz ovqat yemasligi kerak yoki uyqudan oldin ovqat yeb turib yoki o'sha qo'shimcha ovqatlarni yeb turib og'zida ovqat bo'laklari qolib ketmasligi kerak. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bolaga suv ichirib yuborish kerak bo'ladi. Ya'ni ovqat qoldiqlari og'iz bo'shlig'ida qolib ketmasligi kerak. Sababi ushbu qoldiqlar qolib ketganda bu mikroorganizmlar rivojlanishi uchun yaxshi ozuqaviy muhit hisoblanadi.